O'zbekiston bo'yicha matematika chempioni, matematika oliygohlar bo'yicha O'zbekiston chempioni, lekin ishdan keyin kirakashlik qiladi. ITda o'rgandim o'zimcha. Keyin bitta kompaniyaga ishga boraman, intervyuga boraman, ya'ni suhbatga. O'ta olmayman bu yerdan. O'tamagandan keyin men endi o'quv markazi ochaman. Hozirgi O'zbekistonda tendensiyasi qayerga qarab ketyapti? Ya'ni 15-20 yildan keyin qaysi sohalar aktual bo'lib qoladi, qaysi sohalar umuman yo'qolib ketishi xavfi bor. Asosan ko'p muammolar shu bekorchilikdan kelib chiqadi. Bizdagi yozgi ta'tilda maktab yoshidagi farzandi bor ota-onalar qiladigan eng katta xatolar nimalar deb o'ylaysiz? Bu shaxsiy fikringiz. Bolaga ta'til bo'lishiga qaramay, yana bolani maktabda o'qitilgan fanlarni kuchaytirish uchun yana boshqa o'quv markaziga berishi. Ya'ni matematika, fizikani o'rganadi maktabda, yana u narsani qayta kuchaytirib o'qitadi. Bu qaysidir ma'noda bolani matematika, fizika yoki o'sha qaysidir fandan bezishga olib kelish ehtimoli bor. Yana bitta xato, bolalarni tek qo'yib qo'yadi. Ya'ni o'z holiga tashlab qo'yadi. Bola bekorchi bo'ladi, bolani kontrol qila olmaydi. Asosan ko'p muammolar shu bekorchilikdan kelib chiqadi. Biz tavsiya qilgan bo'lardik, bolani hech qachon bekor qoldirmasin, qaysidir foydali va unumli narsa bilan shug'ullantirishga tavsiya qilgan bo'lardik. Bizdagi nimaga ko'pchilik mana shu imonni yozgi ta'tilda ham qo'shimcha qilib turib, fizika, matematika yoki shu kerakli tillarni o'rgatadi-yu, shu sohani yil 12 oy o'qigan odamlar ham bu sohalardan yaxshi pul topa olmaydi. Vaholanki bu soha, ya'ni matematikani yaxshi o'rgangan odam yaxshiroq pul topish kerak boshqalarga nisbatan. Bu yerda umuman olib qaraganimizda bizda matematika, fizikani o'qitishda muammo yo'q. Biz hatto taksistlarimiz ham matematika, fizikani yaxshi bilishadi, ular diplomi ham bor. Muammo bu yerda matematika va fizika orqali qanaqa qilib pul topishni o'rgatishda muammo. Ya'ni matematika, fizika abstrakt qo'lda ushlab bo'lmaydigan narsa deb o'ylasak, bu qanaqadir nazariya bo'lsa, buni amaliyotda bironta kasbga bog'lab o'rganishda ozgina muammoyimiz bor. Menimcha shu tomonlama bo'lsa kerak. Bolalar yozgi ta'tilda nimalarda yoki qaysi yo'nalishlarda o'rganishni tavsiya qilasiz? Ya'ni ota-onalar qaysi yo'nalishlarga yo'naltirsin bolalarni? Endi avvalo bolani qiziqishini ko'rish kerak, avvalo qiziqish kerak va tendensiyaga qarab yurish kerak. Dunyo qayerga qarab ketyapti hozir? 20 yildan keyin dunyo qanaqa bo'ladi? Bolasi katta bo'lgan paytda qaysi kasblar rivojlanadi? Shunga qarab yozgi ta'tilda ham shunga moslashtirgan ma'qulroq. Misol uchun, hozir ota-ona qanaqadir hunarga bermoqchi bo'lsa, bolani eskirgan hunarga bermash kerak-da. Faraz qilaylik, yamoqchilik kasbi bo'lardi oldin, bitta hunari bo'lardi. U paytida ommalashgan, yaxshi bo'lgan, lekin hozir yamoqchilikni o'rganish keragi yo'q. Bu shunga o'xshab, keyingi 10 yillik, 15 yillikda tendensiyaga chiqadigan kasblarga yaqinroq bir hunar deymizmi yoki to'garak deymizmi, shunaqa narsalarga berishni tavsiya qilardim. Hozirgi O'zbekistonda tendensiyasi qayerga qarab ketyapti? Ya'ni 15-20 yildan keyin qaysi sohalar aktual bo'lib qoladi, qaysi sohalar umuman yo'qolib ketishi xavfi bor. Ya'ni hozirgi maktab yoshidagi bolasi bor ota-onalar nimalarga yo'naltirish kerak bolalarni? Xo'p, avvalo o'sha yo'qib ketishi mumkin bo'lgan kasbni nima yo'q qiladi degan savolga javob topsak, menimcha bunga ham yechim kelib chiqadi. Faraz qiling, qaysidir ishxonadagi yoki bitta ishchini, kasr deymizmi yoki zavodda bitta odam bo'lsa, uni ishini nima olib qo'yadi? Uni ishini robot olib qo'yishi mumkin yoki avtomatlashtirilgan qanaqadir sun'iy intellekt. Ya'ni kelajakdagi 20 yildan keyingi tendensiya bu IT va robototexnika atrofida bo'ladi va bolalarni men aytgan bo'lardim, robototexnika, IT va sun'iy intellekt shunga o'xshagan kasblarga oid tugalarga berishlik va ularni hozirdan ko'nikmalarini rivojlantirish. Meni o'zim shaxsiy fikrim 20 yildan keyin IT'da ta'siri hatto fermerlarga ham bo'ladi. Agar yaxshi IT'da texnologiyani tushunmaydigan fermer bo'lsa, bu fermerchilikga ham qanaqadir ta'sir qilish ehtimoli katta. Ya'ni IT'da tushunmagan fermer ham fermerchilik qila olmasa kerak. Ya'ni agar qiziqishi bo'lsa-ki, robototexnikaga yo'naltirish kerak. Ya'ni ITga, robototexnikaga bolani yo'naltirish kerak deyapsiz. Albatta. Endi qarang, robototexnika bu katta soha, o'ta katta tushuncha. Bu kichkina ledni yoqib yo mashinachi yurgizib, unaqa narsa emas. Uning ichida elektronikalarga kirib ketadi. Elektronika bor, platalari bor. Ya'ni
biz bilmagan ya'ni O'zbekistonda tendensiyaga chiqmagan kasblar bor dunyoda va u kasblarda uydan turib ishlasa bo'ladida. Ya'ni u kasblar baribir rivojlanishni orqasidan baribir ular ham O'zbekistonga kirib keladi. Misol uchun kichkina chiplarni dizayn qilish, elektronikani bo'limi bor. Chiplarni chizib chiqish, uni 3D modeling bor. Biz Andijonda hali unchalik rivojlanmagan, bor, lekin unchalik rivojlanmagan. Buni nimada ishlatsa bo'ladi? Qolip olish yoki reverse engineering shunga o'xshagan narsalar bor. Ya'ni bunaqa narsalar ko'p. Robototexnika deganda juda kichkina narsani tushunmaylik. Robototexnika deganda juda katta, keng ko'lamli narsa hisoblanadi. Va O'zbekistonda bitta akamiz gapi bor edi, kuchli robototexnika akamiz gapi bor edi. O'zbekistonda robototexnika kurslari bor, lekin hali O'zbekistonda robototexnikani o'zi yo'q degan. Ya'ni haqiqiy robototexnika hali kirib kelmagan va buni kirib kelmaganligini sababi biz bunga tayyor emasmiz. Ya'ni kadrlarimiz yetishmaydi. Robototexnikani qachon murakkab va industrial darajaga olib chiqamiz, keyin bizda ham robototexnikani foydasini tushunishni boshlashadi odamlar. Mana hamma narsa tendensiya o'sha IT ga qarab ketyapti, robototexnikaga qarab ketyapti deyapsiz. O'zbekistonda ham robototexnikani qanchalik bilmadim, lekin IT da o'qitadigan, o'rgatadigan o'quv markazlar juda ham ko'payib ketgan. Har bitta viloyatda, har bitta tumanda, kerak bo'lsa har bitta qishloqqa ham ochilyapti-da. Ota-onalar yaxshi IT markazini qanday aniqlash kerak? Ya'ni nima ko'rsatkichlariga qarab turib o'quv markazi tanlash kerak IT bo'yicha? Xo'p, bu savolga javob oddiy aslida. Lekin biz nimagadir ota-onalar bu narsaga e'tibor qaratishmaydi. Bolasini ingliz tiliga bermoqchi bo'lsa, o'qituvchini yoki o'quv markazida darajasiga qaraydi. Ya'ni o'qituvchini darajasi nimaga qarab belgilanadi? U erishgan natijaga. Erishgan natija qaysiki, o'zi IELTS ingliz tili bo'lsa IELTS dan necha olgan yoki TOEFL dan necha olgan. O'zi ya'ni sertifikat olib turib qaysi darajaga chiqqan bo'lsa, u ingliz tiliga oid tashkilotdan tasdiqlangan. IT ham xuddi shunaqa. Bu IT ga borayotgan yoki IT o'quv markazini ochayotgan bolalar o'zi IT ni tushunadimi? IT ni tushunadimi? Ya'ni o'zi IT kompaniyada ishlaganmi? Qaysi tashkilot tomonidan tan olinganmi? Endi buni darajasini bilmoqchi bo'lsangiz, agar endi ishlab chiqarish kompaniyalarida IT guruhlar bo'ladi, IT kompaniyalar bo'ladi. O'zi avvalo qaysi IT kompaniyada ishlagan bo'lsa, u katta daraja. Ya'ni demak IT tushunadi, IT strukturasini biladi, tendensiya qayerga ketishini biladi. Agar u xalqaro darajada bo'lsa, undan ham yaxshi. Agar u yerlarda senior, lead darajaga chiqqan bo'lsa, undan ham yaxshi. Asosan bu sohada kuchli programmistlar dars bermaydi, chunki dars berib turib 10 so'm topgandan ko'ra ishlab turib 100 so'm topgan yaxshiroq. Asabni buzmasdan. Lekin qanaqadir bu yerda vatanparvarlik deymizmi yoki fidoyilik deymizmi, o'ziga shogird chiqarish uchun, yoshlarga to'g'ri yo'nalish berish uchun, yaxshi yo'nalishga yetaklash uchun o'zi komanda qilishadi. Ya'ni vaqtini, qaysidir vaqtini ajratishadi. Misol uchun IELTS matematikaga beradigan, misol uchun sertifikatni tekshiradi. Ingliz tilida hamma tushunadigan. Ingliz tiliga bormoqchi bo'lsangiz, siz o'qituvchingizni necha IELTS olishini yoki necha TOEFL darajasi borligini tekshirasiz. Endi IT ga bormoqchi bo'lsangiz, nimani tekshirasiz? Misol uchun, umumiy IT da olib qaraylik. Mana eng katta xato qayerda? To'g'ri, kuchli kadrda ishlatish qiyin. Puli qimmat ularni. Lekin bitta narsada sizga urush ko'rmagan general, o'zi urush ko'rmagan general urush haqida dars o'ta olmaydi-da. Ya'ni amaliyotda biron nima qilgan bo'lish kerak-da. Yoki qaysidir IT kompaniyada ishlagan olish kerak. Ya'ni eng katta muammo hozir programmistlarda, umuman robototexnika emas, umuman programmistlarda intervyudan o'ta olmaydi. Intervyuga kelishadi, intervyudan o'ta olmaydi. IT sohaga berayotganda bolani u o'qituvchisi yoki u yerda asoschisi deylik, umuman kontrol qilayotgan odam o'zi bu IT sohani odamimi? Bu nima qilgan? Xo'p, IT da nima qilgan? O'zi asosan nima bo'ladi? IT o'qituvchilar qanaqa bo'ladi? Hozirgi bu oraliq mavzu, lekin hamma tan oladi bu narsani, tabiiy holat. Men IT da o'rgandim o'zimcha. Keyin bitta kompaniyaga ishga boraman, intervyuga boraman, ya'ni suhbatga. O'ta olmayman bu yerdan. O'tamagandan keyin men endi o'quv markazi ochaman. Yoki-da o'quv markazi ishga kiraman. Endi qarang, men o'zi 10 tadan o'tamadim o'zi.
ishga kirolmadim o'zim. Lekin men ustozlik qilyapman. Уже mana nima sabab butun Andijonda ITdan odamlar ko'ngli sovib ketgan. Va natija nima bo'ladi? Bu bola keyin qolganlarni o'qitadi. U bolalar yana o'sha kompaniyaga intervyu, ya'ni ustoz o'tamagan joydan bu bola qana o'tadi? Ustoz o'tamagan intervyudan bu bolalar qana intervyudan o'tadi? Yana boradi, intervyudan o'tmaydi. Endi u bola nima deydi uydagilarga? ITda ish yo'q ekan deydi. Shu narsa kelib chiqadi, boshqa hech nima emas. Katta og'riq shu edi. Bolalarlar beryapsizlarmi bitta sohaga? Ingliz tilini tekshiryapsizlar, mana ingliz tilida 30 sini sifri nechgan deysizlar yoki IELTS nechgan o'zim deysizlar. ITda ham shu narsaga qaranglar. Bola o'qituvchini yoki o'sha mentorni o'sha u yerda tashkilotni uni kontrol qilayotgan yoki u yerda o'qituvchini misol uchun qayerda ishlagan o'zi? O'zi realniy proyekt qilganmi? Bitta joyda ishlaganmi? O'zi bitta kompaniyani intervyusidan o'tganmi? Shu narsani tekshirsa, menimcha eng katta o'zi xato shu o'zi. Eng katta xato shu. IT sohasida mana o'zimiz hali oldin ham gapirib o'tdik-ku. Nimaga fizika, matematikani yaxshi bilganlar nima qila olmaydi? Yaxshi pul topmayapti. Ko'p kirakasham bo'lib yuribdi ba'zilar, ko'ryapmiz. Men o'zim bilaman, o'sha boshqa ish qiladi, kira ham qiladi bu odam. Shunaqa bittasi bor, hozir ko'rib qolsa intervyuda bitta tanishim bor. O'zbekiston bo'yicha matematika chempioni. Oliy ma'lumotli. O'zbekiston bo'yicha matematika chempioni, matematika oliygohlar bo'yicha O'zbekiston chempioni, lekin ishdan keyin kirakashlik qiladi. Bu gap nimada bu yerda? Shu bolani kiraga ketgan vaqtini ITda pul topishga ketkizsa bilasizmi, qanaqa IQ u yerda bor? Bu yerda qanaqa algoritm bor? Yorib korporatsiya bo'lib ketadi bu yerda. Yoraveradi pul topishda ham. Bitta bu gap pul topishda emas, to'g'ri. Hamma narsani orqasida pul bo'ladi. Lekin jamiyatga katta foyda keltiradi-da. Xo'p, bizdagi mana ustoz tanlayotganda qayerlarda ishlaganligi haqida ma'lumot so'rash kerak deyapsiz. O'zingiz haqingizda ham ozgina bir ma'lumot bersangiz, qayerlarda ishlagansiz, qayerlarda o'qigansiz bu yo'nalishlar bo'yicha? Xo'p, men Toshkent shahridagi Turin Politexnik universitetida o'qiganman. Artelda 2 yil ishlaganman. O'zimda sanoat sohasida 2 yil ishlaganman. EPAM degan kompaniya bor, 3 yil ishlaganman unda. Hozir Leverx degan kompaniya bor. O'sha kompaniyada 1 yildan ortiq ishlab kelaman hozirgacha. Asosiy proyektim oxirgi 4 yillikda olib qarasak, Germaniya bilan bo'lyapti. Kompaniyalar nomini ocha olmayman. Hozir meni maqsadim O'zbekistonda ITni rivojlantirish va shu soha orqali O'zbekiston obro'sini ko'paytirish va yana bitta katta maqsad intellekt eksportyorlarini chiqarish O'zbekistondan. Ya'ni har bitta xalqaro kompaniyada ishlayotgan programmist yoki dasturchi deymizmi, mutaxassis deymizmi, intellekt eksportyor hisoblanadi. Ular uyda o'tirishadi, O'zbekistonda o'tirishib, chet el kompaniyasiga ishlashadi va dollar oqimi kirib keladi. Bu har holda Koreyaga borib qora ishchi bo'lib yurib ishlagandan ko'ra ancha yaxshi, obro'li kasb va bir vaqt o'zida ulardan yaxshi daromad ko'radi. Bolani yildan yilga narxi oshadi. Andijonda o'zingizni shu robototexnika, IT, 3D modelingni umumiy hammasini sun'iy intellektni bir kursda o'rgatadigan markazingiz bor, akademiyangiz bor. Bu akademiyada bolalarga nimalar o'rgatiladi? Ya'ni qaysi darajaga olib chiqiladi? Boshqa o'quv markazlaridan farqlari nima? Xo'p, farqlarini kelsanglar o'zingizlar tushunib olasiz, ko'rib olasizlar. O'zi bitta kelib turib o'zi farqni ko'rasizlar. Endi bizda 3 oylik bootcamp qilganmiz, teslashtirilgan IT lagerga o'xshagan narsa qilganmiz. U yerda robototexnika, dasturlash, 3D modeling, sun'iy intellekt 3 oy davomida to'liq o'rganishadi. Bu boshlang'ich darajaga chiqadi hammasi. Ya'ni bola o'zi mustaqil bitta loyihani yasaydi, ya'ni chizadi, kompyuterda chizib turib uni 3D printerdan chiqaradi. 3D printerdan chiqqandan keyin unga plata, ya'ni miya o'rnatib, o'zi elektronika qismini o'zi bog'lab turib, uni kodini o'zi yozib, o'sha jismni pult orqali, internet orqali deymizmi, sim orqali deymizmi, Wi-Fi orqali deymizmi, har qanday narsa orqali boshqarishni to'liq o'rgana oladi. Ya'ni kursning natijasi oxiri shu bo'ladi. Immuniy yozgi ta'til uchun ochilgan kurs bu. Albatta, bu faqat yozgi ta'til uchun ochilgan. Doimiy kurslarimiz bor. U haftada 3 marta 1,5 soatdan ketadi, lekin unda chuqurlashtirilgan. Ya'ni
umumiy emas. Bunda bolani IT va texnologiyaga qiziqtirish uchun tezlashtirilgan va tezda natija oladigan yo'nalish. Yani 3 oylik kurs. 3 oylik kurs hisoblangan, lager qilingan. Bola tezroq qo'lida bir nimani ushlab ko'radi. Misol uchun IT ga kirsa, bola abstrakt bilan ishlaydi, ya'ni qo'lda ushlab ko'rib bo'lmaydi. Mana matematikani ham, fizikani ham qo'lda ushlab ko'ra olmaysiz. Uni qachon qo'lda ushlab ko'rasiz? O'sha narsani qasr jism bilan bog'lab turib ishlatasiz. Maktabda bolalar abstrakt narsalardan zerikkan bo'ladi. Kosinus nimaga kerak degan savollar bo'ladi. Sinus nimaga kerak degan, integral nimaga kerak degan savollar bo'ladi. Va bu yerda kuchlanish, mana ahamiyat kuchi nimaga kerak? Shu narsalarni haqiqiy hayotda realniy qo'li bilan ushlab ko'radigan narsalarga kerakligini va o'sha ixtiro yasayotgan qurilmalarda bu narsa asqotishini va buni ko'rib turib ertaga matematika, fizikaga muhabbati yana bu qayta uyg'onishiga sabab bo'lish uchun tashkil qilingan kurs. Men o'zim ham to'g'risini tan olaman. Integral nima uchun kerakligini hatto universitetda ham tushunmaganman. Hayotda nima uchun kerakligini. Buni qachonki dron uchirganimda tushunib yetdim. Nima uchun kerakligini. 4 oy dron uchira olmadik, noldan yasadik, keyin integrallar hisob-kitob qilib turib keyin uchirdik. Shu narsa kerak ekan. Ya'ni demoqchiman, bizni kursda matematika, fizikani amaliyoti desak ham bo'ladi. Va bu orqali qaysidir foydalik, o'zi xohlagan xayoliga nima kelsa, nima kelishidan qat'iy nazar, o'zini mustaqil dizaynda hech qanaqa qoliplarsiz bolaga qo'yib beriladi. Biz sodda tilda aytganda g'ishtni qanaqa qilib urishni o'rgatamiz. Bu g'ishtni qanaqa qilib, qayerdan olish, qanaqa qilib urish. Endi binoni qanaqa qurish bolani o'ziga qo'yib beriladi. Shu yozgi lager kursingizga yozilmoqchi bo'lgan ota-onalarga qanaqadir bonuslar, chegirmalar bormi? Videoda shu joyigacha ko'rgan ota-onalarga quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsa, albatta chegirma qilib beramiz.